Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugungi dasturda qo'zilarga yem tayyorlash jarayoni. Qo'zilarga qana yem bersam bo'ladi deganlar uchun. Mana. Buning ichida 50 kg kepak, 25 kg makka, 3 kg tuz qo'shdik bunga. Endi yana o'zining vitaminlaridan qo'shamiz hozir. Mana shu hozircha 3 ta mahsulot qo'shdik. 50 kg kepagiga 25 kg makka. Bunun ichida 3 kg tuzi ham bor. 3 kg tuzdan bitta qo'shib yubordik. Qo'zilarga bu. Nimalarga? Qo'zilarga tayyorlash jarayoni. Mana bu orzu tuzdan bitta mashinadan qo'shib yubordik. 3 kg. 3 kg bitta qo'shib yubordik. Endi bunga chayni soda o'zini nimasi? Qo'zilarning dorisi bor ekan. Qo'zilarga maxsus o'shandan qo'shamiz hozir. Ana shu ikkovidan qo'shib, aralashtirib qo'zilarga tayyorlab beramiz. Qo'zilar keyin zo'r o'zgarlaydi. Nima turpoq yemaydi, zo'r bo'ladi. Zo'r katta bo'ladi. Qo'zilar vitaminga boy bo'lib, zo'r bo'lib katta bo'ladi tez, birpasda. Tez. Kerakli miqdorda makka, bug'doy, kepak. Nimasi ham bor? Tuzi ham bor. Tuz aralashib yog'ib kesibdi. Mana shu yemga yetib chiqqanimiz 50 kg kepak, 25 kg makka, keyin tuz, 3 kg tuz, bitta chayni soda. Kilosi necha kilo? Yarim kilo bo'lar ekan mana. 500 gram ekan. Mana shundan bitta qo'shamiz. Keyin o'zini qo'zilarning maxsus donini qo'shamiz. Bismillah. Bunu qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Hamma joyga solib, yaxshilab aralashtirib, keyin qo'ylarga tayyorlab beramiz. Hoy. Nariga o'zini qo'zilar don va o'zini vitaminga boy, necha xildan vitamini bor yemadan qo'shib, shuni ham qo'shib aralashtirib beramiz. Mana. Obuna bo'lib, kanalda yangilar like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Poddeska qilinglar mehnatimizga. Mana o'sha qo'zini yemidan olib keldik. Qopli bo'lar ekan, shundan kiloli olib keldik. Kiloli ko'rib. Mana. Tarkibida hech xil bir 20 xil bormi? Mahsulot. Qo'ziga shunda vitamin kerak bo'lsa, qo'shing. Qo'ziga nima vitamin kerak bo'lsa, shundan qo'shilgan. Puredol aralashtir. Endi buni yaxshilab aralashtirib, tayyorlab beramiz qo'zilarga. Sizlar ham qo'zi boqib turgan bo'lsalar, mana shunaqa qilib yem bersalaring, zo'r effekt beradi, ham zo'r rivojlanadi qo'zilar. Tez katta bo'ladi, ham tez o'sadi, tez foydaga kirasizlar. Mana shuna vitaminlardan qilib yem tayyorlab bersangiz, bitta tayyorlab bersangiz ancha bir oy. Ancha bir 10 ta qo'y bir oy ochiq 2 oy yuradi mana shu. 10 ta qo'zicha bir oy 2 oy yuradi. Obunachilar like qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ideal ko'rimmi shuni? Ha. Ideal ko'rimda bu, ha? Mana shu ideal ko'rim degan yem. Rosa reklama qilinib turgan shu ideal ko'rim.
Endi kerakli miqdorda kunjara ham qo'shib yuboriladi. To'xtab tur dedim senga, eshitsan ulang. Kerakli miqdorda mana kunjara ham qo'shib yuboryapmiz. Bunachilar. Like bosib, mehnatimizga qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'zilar shunaqa qilib yenterlab bersalar zo'r effekt beradi. Xudo xolasa. Ideal korimdan qo'shdik. 3 kilo ham 4 kilo qopga qo'shib yubordik. Kunjara bo'lsa 10 kilo. 10 kilo kunjara qo'shyapmiz. 50 kilo kepay, 25 kilo makkay, 3 kilo tuz, bitta chayni soda, ideal korim 4 kilo, kunjara 10 kilo. Ana shu yemdan bersalaring zo'r effekt beradi. Teşekkür. Mana shuni hallashtirib beraverasizlar. Obunachilar mehnatimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.